Assalomu alaykum aka-ukalar. Mah. Aka-ukalar, tomoshaga ular sotilmaydi. Tinchmisizlar, hamma tinchmi? Parvoz Xumarvoz aka-ukalar. Musafirdagi aka-ukalar. Hamma tinchmi? Makonlarning ikkitasi to'yapti. Yo'q, uchtasi to'yapti. Lekin tuxumni yeyapti. Shuni qaysi yeyotganini hozircha bilmayapmiz. Menimcha mana shu tulab turgan yeyapti. Sekin tuxumga kiryapti. Tulablar chiroyli bo'ldilar. 3,5 kilodan oshiq makonlar. Bir tulak makon bular aka-ukalar. Jo'jalarning onalari bular aka-ukalar. Jo'ja xo'razimiz ham o'rganib ketdi. Mah. Aka-ukalar, jo'ja xo'raz Ilyas Tuvdan kelgan. Yaxshi pulga oldim. Mana shularga nima qilaman deb. Yo'li kaltaki juda ham zo'r ekan. Bularni yarimi tikka urishadi, yarimi badanchi. Bu aylanib urishadi ekan, yugurib yoqdi. Zo'r urishdi. O'zi ham shunaqa deb bergandi. Tikka urishadigan nimalar uncha nima yoqmaydi-da menga. Shunga haligi yo'l kaltaki juda ham zo'r ekan. Jo'ja xo'rozni. Mana shulardan tuxum bo'ladi, xudo xolasa uni ham hammasi tug'ib boshlasa aytamiz. Kimga tuxum kerak bo'lsa qilib beramiz, xudo xolasa. O'zimiz ham ochtiramiz. Makonlar mana o'ta toza makonlar. Aka-ukalar, qoniga 100% javob. Bularni teshketirgan ham, teshketirib ham qo'yibman. Zo'r gap yo'q. Hammasi tuxumga kirsin, xudo xolasa aytamiz. Jo'ja xo'razni ham bekarchi qilib qo'ydik, endi ko'rdik. Badani qattiq zo'r xo'roz ekan. Qattiq badalli xo'rozlar yoqadi aka-ukalar. O'zimga ham haligi bo'shashib yotadigani uncha ko'nglimga o'tirmaydi. Mah. O shamo bular endi gibrid bo'ladi bular aka-ukalar. Shamo bilan gibrid bo'ladi. Nimaga desa, xo'razning o'zi gibrid. Qozog'istonda chempion bo'lib yurgan Bardoyning o'g'li bu aka-ukalar. Liyasbekning Bardoy chempion xo'razining o'g'li. Endi gavdasi u daraja katta emas. Lekin makonlar bilan aralashsa zo'r bo'ladi, xudo xolasa ko'ramiz. Lekin juda ham yo'lli. Zo'r, o'ta yo'lli. O'zi kechki juda shekilli. Bu ham ertangi emas. Shunga ham $500 yaqin pulim chiqdi. Kelguncha. Shulardan bo'ladi, xudo xolasa bu yil. Xo'rozlarni nimalarni qonini zo'r qilamiz endi. Gibrid qilamiz, urishadigan qilamiz. Oladiganlarga shu yoqadi. Ularga Koreya bo'lishi, sistakoroni shamo bo'lishi shart emas. Ularga haqiqiy urishadigan narsa kerak. Oluvchiga. Sog' salomat bo'lasizlar aka-ukalar. Musafirdagi aka-ukalar ham. Xudo xolasa tuxumga kirib hammasi tuxum tug'ib boshlasa ko'rsatamiz, aytamiz, qilib beramiz qo'ldan kelganicha. Katta, o'ta katta bo'lib ketdi. Pashti xo'rozdan katta bular. Sog' salomat bo'linglar. Jo'jalarni qo'yib boshlaymiz yana.